Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi katolimiz bitdi. Bu katolimiz 12 kilovatlik, 120 kvadrat joyga mo'ljallangan. Katolimizni Asaka tumaniga zakazga qilib berdik. Klientlarimiz zakaz qilishgan. Katolimizga termosni qo'yib ketganmiz. 60 gradusga qo'ysanglar 60 gradus, 75 gradusga qo'ysanglar 75 gradus. Suvni bir xilda issiqligini ushlab berib turadi. Vazifasi ventilyatorni yoqib o'chirib berib turadi. Qurumini tozalagani eshik qilib ketganmiz. Katta qilib ochilgan, qulayliklarga ega, bemalol tozalab ishlasanglar bo'laveradi. Ichki tomoniga 3 mm lis ishlatganmiz katolga, tashqarisiga 4 mm lis ishlatilgan. Azbiz pilar qo'yilgan. Azbiz pilari ham shunaqa germetikaga o'tkazilgan. 1,5 gradusga chidaydigan. Issiqligigacha deydi. Bu joyiga 4 mm azbiz qog'oz, 4 cm bazalt qo'yib turib, zaglushka qilib qo'yganmiz. Umuman issiq o'tkazmaydi. Shunaqa azbiz qog'oz. Bir qavat 4 cm shunaqa bazalt qo'yilgan. Yopilganda ham germetichniy bo'lib yopiladi, eshiklari ligirovka bo'ladi. Ruchkalarni ham zavodskoy katollarga o'xshatib syomnilik qilganmiz. 6 krani bilan bolti bor, bo'shatib almashtirib ishlatsa bo'laveradi. Bu topkasini eshigi ligirovka bo'ladi. Hamma eshigi. Bu eshigiga ham 4 cm bazalt, 4 mm azbiz qog'oz qo'yib, 8 mm отбойный list qo'yganmiz, o't qaytaradigan. Umuman issiq o'tkazmaydi. 3 oy eshigi ham germetichniy bo'lib yopiladi. Topkasining uzunligi 70 cm, balandligi 37 cm. 30 kilodan 40 kiloga ko'mir sig'adi. Turbalarda ham suv yuradi, turbalar to'qilgan. Jag'iga ham turba to'qilganmiz, pastga ham turba to'qilgan. Bu joyga ventilyator qo'yganmiz, kulchator qo'yib ketganmiz. Kulchatorni o'chirib, ventilyator o'chadi. Ko'mir zapravka qilib, yana yopib, ventilyatorni yoqib qo'yasizlar. Yana ishlab ketaveradi. Ventilyatorda ham faranitdan prikladka qilib, prikladka bilan qatirilgan. Umuman havo tortmaydi. Klapani qo'yib ketganmiz. Ventilyator o'chiq holatda havo tortmasligi uchun. Montajni korobkaga yiqqanmiz. Plastmassadan olgani uchun bezopasniy bo'ladi, xavfsiz bo'lish uchun. Kulchatorlarni ham termosatga shtekillar qilib qo'yganmiz. Almashtirishga ham oson, qulayliklarga ega. Umuman qiyin joyi yo'q. Ochib, kuyib netib olsa almashtirsa bo'laveradi. Oddiy narsalar. Bu katolimizning narxini shunaqa 45 litrli rashtritli bak bilan narxini 7,5 million qilib beryapmiz. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Dastavkasi bor. Qo'llab-quvvatlayotgan akalarga rahmat aytmoqchiman, aka-ukalarga. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib ketinglar, videolarimizga podelitsiya tugmasini bosib, ulashib qo'yinglar. Yana ham bundan ham sifatli katollar qilishga harakat qilamiz. Manzilimiz Andijon tumani, Zelenomostda joylashgan svarka seximiz. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.